Assalomu alaykum. Bugun biz juda muhim mavzu haqida gaplashamiz. O'zbekiston maktablarida ijtimoiy ish bu nima? Nima uchun kerak? Dunyoda qanday yo'lga qo'yilgan va davlat bu ishni boshlasa nima bo'ladi? Raqamlar va faktlar bilan. Bugungi kunda O'zbekistonda 10.943 ta umumiy ta'lim maktabi faoliyat yuritadi. 6.78 million o'quvchi maktabda tahsil oladi. Aholining 25% ga yaqini migratsiyada. Ishsizlik va kam maosh sababli. Oilaviy ajralishlar, bolalarga zo'ravonlik, ichkilikbozlik, ijtimoiy ishchilarga ehtiyoj juda yuqoriligini ko'rsatadi. Maktabdagi ijtimoiy ishchi bu o'qituvchi ham emas, psixolog ham emas. U o'quvchi, oila va jamiyat o'rtasidagi ko'prikdir. Uning vazifalari xavf ostidagi bolalarni aniqlash, oila bilan ishlash, zo'ravonlik, giyohvandlik, maktabni tashlab ketishning oldini olish, nogironligi bor bolalarga yordam berishdir. Dunyo modeli qanday tizim orqali maktab bilan bog'lanadi? Dunyoda 3 ta asosiy model mavjud. AQSh modeli davlat maktab tizimi ichida. AQShda maktab ijtimoiy ishchilari 1994-yildan ta'lim qonuniga kiritilgan. Bugun AQShda 200 mingdan ortiq maktab ijtimoiy ishchisi ishlaydi. Maktab ijtimoiy ishchilari o'quvchilarning xulqiy muammolari, ruhiy travma va inqiroz holatlarida yordam beradi. 3 darajali tizim umumiy maqsadli jadallashgan bo'yicha ishlaydi va o'quvchilar, o'qituvchilar, oilalar va jamoat xizmatlari bilan hamkorlik qiladi. Maktab ijtimoiy ishchisi bevosita maktab shtatida ta'lim vazirligi orqali moliyalashtiriladi. Dunyo tajribasida Finlandiya modeli dunyodagi eng kuchli maktab tizimlaridan biri. Nima uchun? Chunki ijtimoiy ish ta'lim qonunida kafolatlangan. Finlandiyada har bir maktabda o'quvchi farovonlik qo'mitasi mavjud. Unga direktor, tibbiy xodim, psixolog, ijtimoiy ishchi va maslahatchi kiradi. Ular har hafta majlis o'tkazib, har bir o'quvchi uchun alohida reja tuzadilar. Tizim Sog'liqni saqlash vazirligi, ta'lim vazirligi birgalikda maktab ichida alohida mutaxassis sifatida ishlaydi. O'zbekistonda hozirgi ahvol 2017-yilda Milliy universitetda ijtimoiy ish kafedrasi ochildi. UNICEF va Kolumbiya universiteti bilan USVIP loyihasi boshlandi. Lekin maktablarda rasmiy ijtimoiy ishchi lavozimi hali yo'lga qo'yilmagan. 2024-yil prezident huzurida ijtimoiy himoya milliy agentligi tuzildi. 9 million kishiga xizmat ko'rsatish maqsadida. Maktabda ijtimoiy ishni yo'lga qo'yishning yutuqlari: maktabni tashlab ketish kamayadi, zo'ravonlik oldi olinadi, nogironligi bor bolalar ham ta'limga qo'shiladi, o'qituvchi yuki yengillashadi, o'qitishga ko'proq e'tibor beradi, oila maktab aloqasi kuchayadi, ruhiy muammolar erta aniqlanadi. Kamchiliklari: malakali mutaxassislar kam, maosh past bo'lsa kadrlar qolmaydi. Ba'zilar oilaga aralashmaslik kerak deb o'ylaydi. Qog'ozbozlik ko'payishi mumkin. Tizim yaxshi ishlamasa faqat nomiga bo'lib qoladi. Davlat tashabbusida yutuq va ziyonlari haqida gapiradigan bo'lsak, yutuqlari yagona standart bo'ladi. Hamma maktabda bir xil xizmat, davlat mablag' beradi, natijalar nazorat qilinadi. Ziyonlari ko'p mablag' talab qiladi, nazorat kuchayib ketishi mumkin, hududiy xususiyatlar e'tibordan chetda qolishi mumkin, mahalla bilan ishlash qiyinlashadi. Qaysi model O'zbekistonga mosroq? O'zbekiston uchun gibrid model maqbulroq. Birinchi bosqich davlat pilot loyihasi. Har bir tuman, shaharda bitta maktabga ijtimoiy ishchi tayinlanadi. AQSh shtat modeli asosida. Ikkinchi bosqich universitetlar orqali kadrlar tayyorlash yo'lga qo'yiladi. Uchinchi bosqich Finlandiya usulida qonun asosi maktab ijtimoiy xizmatlari to'g'risidagi qonun qabul qilinib, Sog'liqni saqlash va ta'lim vazirligi birgalikda moliyalashtiriladi. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, dunyoning rivojlangan mamlakatlari Finlandiya, AQSh, Germaniya maktabda ijtimoiy ishni 10 yillar avval yo'lga qo'ygan. O'zbekistonda bu soha hali boshlang'ich bosqichda. Davlat tashabbusi zarur, lekin shoshmasdan kadrlar tayyorlab, mahalla tizimi bilan birgalikda ishlash kerak. Chunki bir ijtimoiy ishchi yuzlab bolani qutqarish mumkin. Ijtimoiy ish bu xarajat emas, investitsiya.